Travmatologiya bo'limiga bir erkakni juda ham yomon ahvolda olib kelishadi. U sovuq qurol bilan yaralangan edi. O'shanda yosh navbatchi vrach Yanjivon uni ko'rganda hayron qoladi. U sovuq quroldan tashqari yana uni ko'krak qafasida gematomasi borligini ko'rib qoladi. Va bu gematoma menimcha perikardda qon yig'ilgani uchun yurakka nagruzka beryapti. Shundan kelib chiqqan deb o'ylab qoladi. Lekin afsuski, Yanjivonni unchalik tajribasi bo'lmaganligi uchun kardioxirurgga aytinglar, tezda uni chaqiringlar, punksiya qilsin deydi. Lekin afsuski, medsestra kelib, kardioxirurg 2 soat operatsiya xonasida bo'lar ekan, kela olmaskan deb aytadi. O'shanda Yanjivon nima qilishni bilmay qoladi, chunki u hali punksiya qilmagandi va punksiyani olib, mayli o'zim qilaman deb endi tiqayotganda yonidan bir erkak keladi. U esa vrach Pakkin Hyok edi. U Yanjivonning qo'lidan punksiyani olib, boyagi erkakning badanidagi sovuq qurolni chiqarib tashlaydi va u sovuq qurol atiga yarmigacha singan edi. Yarmi esa uning ichida qolib ketgandi. 45 gradus chap tarafdan tiqasan deb funksiya qilib berganda, buni ko'rgan Yanjivon esa hayron qoladi. Nahotki bu kardioxirurg deb. U travmatolog xirurg bo'lsa ham, uni qo'llari haqiqatan mo'jizakor edi. Va o'shanda Pakkin Hyok funksiya qilib bo'lgandan keyin tezda bint beriladi deydi va bemorni sovuq qurol chiqqan joyiga bintni tashlaydi. Va vrach Yanjivon nimaga unaqa qildingiz deganda, hozir qon ketib boshlaydi deganda, haqiqatan ham o'sha bintni qo'ygandan keyin u yerdan qon ketib boshlaydi va tezda operatsion xonani tayyorlaylar deydi. Ular operatsiyaga birgalikda kiradi. Yanjivon unga assistentlik qilayotganda, o'shanda operatsiya vaqtida geniy vrach skalpel bilan u yerini kesib, sirazi biladi qon xatdan kelayotganligini va Yanjivonga qarab tik deydi. Yanjivon esa qattiq tik deganda, "Menimcha buni oddiy odamlar ko'ra olmaydi" deb o'ylaydi geniy vrach va o'shanda "Silizonchni arteriyani tikasan" deb aytadi. Lekin afsuski, qatdandir yana qon ketardi. Yanjivon unga savol berganda, "Qatdan qon ketyapti" deganda, boyagi geniy vrach anesteziologga qarab, "Inotrop beruvmi" deydi. Va anesteziolog, "Ha, men inotrop beruvdim" deganda, "Sen shunaqa gematomali odamga ham inotrop berasanmi?" deb uni operatsiya xonasidan chiqarib yuboradi. Agar siz tibbiyot haqida serial ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu aynan siz uchun. Aytgancha, agar qiziqsangiz, birinchi, ikkinchi qismini ham obzor qilib berishim mumkin. Obuna bo'lishni unutmang va like bosing.